Ota-onam bilan o'ylab gaplashaman. Gaplashsam, nimani gapirishni bilmay xijolat bo'lib turaman. Xuddi begona odam bilan gaplashayotgandek. Suhbat tezroq tugashini xohlayman. Uyga borganimda ham ular bilan ko'p gaplashmayman. Dadam ishdan kelishiga xonamga kirib ketaman. Dadam yoshligimda ko'p kaltaklagan. Onam esa hissiy sovuq inson bo'lgan. Ular bilan munosabatimni yaxshilashni istayman, ammo nimadan boshlashni bilmayapman. Endi biz bolalikdan zulm ichida ulg'aygan bo'lsak, o'sha og'riqlarni qaytadan boshdan o'tkazishga qo'rqamiz. Ota-onamizda ham farzandlari bilan kommunikatsiya, munosabatga kirish malakasi tanqis. Ehtimol ular ham bolalikda o'z ota-onasidan xuddi shunday munosabatni ko'rgandir. Munosabatdan qochishingiz ichingizda to'planayotgan alamlaringiz chiqib ketishdan vahimani uyg'otadi. Ya'ni ota-onangiz bilan suhbatlashayotganda agar nozik joyiga tegib ketsa, shuncha yildan beri bosilib turgan ichimizdagi g'azablarimiz chiqib ketishidan qo'rqib biz o'zimizni tortamiz. Demak, nima qilish kerak? Asta-asta ota va onamiz bilan suhbatlashish, e'tirozsiz ichki og'riqlarimizni ulashish va bo'lishish imkoniyatidan foydalanishimiz kerak. Arazlab, xafa bo'lib, qochib ketish orqali emas, har birimizni dardimiz tilga chiqishni istaydi. Shu tilga chiqarish yo'llari, ginasiz, o'pkalanmasdan chiqarish yo'llarini o'rganishimiz lozim. Albatta, buning uchun meni hozir bitta javobim sizni qoniqtirmaydi, chunki avval siz shu ichingizdagi kechinmalarni, portlab chiqadigan kechinmalarni ekologik, birovga zarar yetkazmaydigan qilib chiqarish imkonini yaratadigan psixolog yoki psixoterapevtning oldiga borishingiz kerak. U yerda barchasini yashab o'tsangiz, ota-onangiz bilan muloqot qilish ancha yengillashadi. Chunki ichingizdagi g'azab chiqib ketdi-ku, endi ota-onangiz oldiga borganda na o'pka, na gina, na alam sezilmaydi gapingizdan. Siz xotirjam va xolis ularga ichingizdagi o'y, hislarni bo'lisha olasiz.